Makka jo'xori bu faqatgina non yoki sho'rva tarkibi emas, balki erkaklar sog'lig'i va quvvatini qo'llab-quvvatlaydigan tabiiy vosita. U nafaqat hazm tizimiga foydali, balki erkaklar reproduktiv salomatligi uchun ham juda muhimdir. Quyidagi jihatlar Makka jo'xori foydalarini yanada yorqin ko'rsatadi. Birinchi, testosteron darajasini qo'llab-quvvatlaydi. Makka jo'xori tarkibidagi oqsillar, vitaminlar va minerallar organizmda testosteron ishlab chiqarilishini rag'batlantiradi. Bu esa energiya va erkak quvvatining oshishiga yordam beradi. Ikkinchi, sperma sifatini yaxshilaydi. Makka jo'xori tarkibidagi selen va sink erkaklarda sperma sifatini va harakatchanligini oshiradi. Bu esa reproduktiv salomatlikni mustahkamlaydi. Uchinchi, energiya manbai. Makka jo'xori tabiiy karbonhidratlar va B vitaminlari bilan boy bo'lib, kun davomida tetiklik va kuch beradi. U charchoqni kamaytiradi va jinsiy faoliyatni qo'llab-quvvatlaydi. To'rtinchi, qon aylanishini yaxshilaydi. Makka jo'xori tarkibidagi antioksidantlar va tolalar qon tomirlarini toza saqlashga yordam beradi. Bu esa jinsiy organlarga qon oqimini yaxshilab, quvvatni oshiradi. 5. Umumiy salomatlik va immunitetni mustahkamlaydi. Makka jo'xori tarkibidagi vitamin va minerallar organizmni kuchli qiladi. Erkaklarni stress va kasalliklardan himoya qiladi. 6. Suyak va mushaklarni mustahkamlaydi. Makka jo'xori oqsili va magniysi mushak va suyaklarni mustahkamlaydi. Shuni unutmaylik, Makka jo'xori erkak quvvati va sog'lig'ini qo'llab-quvvatlovchi Allohning mo'jizaviy ne'matlaridan biri. Uni sog'lom turmush tarzi va to'g'ri ovqatlanish bilan birga iste'mol qilsangiz natijalari yana ham samarali bo'ladi.